Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari va mana bunday toza hisori sovliq ona bola barra ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa qo'ylarimiz yetib keldi. Qo'ylarni zo'rlardan yetib keldi. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, bemalol o'ylanmasdan aloqaga chiqaverasizlar. Ona bola deysizlarmi, boladan chiqargan qisir sovliq deysizlarmi? Bo'g'ozi kam shekillik, bo'g'ozi adashmasam yo'q. Qo'zilari bor, to'xli qo'zilari ham bor ekan. Jonivorlar zo'rlardan bor ekan. Boladan ajragan puli yengillardan bor ekan. Ikizagi ham bor ekan. Adashmasam bitta bolasi. Jonivor. Hozir qaysini bolasi uni bilganimiz yo'q. Qo'ylarimiz mana yeb itishlari. Hozir yetib keldi. 5 minut bo'ldi. Endi mashinadan tushirib, yemini berib turibmiz. Yemlari ham mana shu. Silos, chuloq, kepak. Mana ko'rib turibsizlar ishini. Qo'ylarimiz charchagan, hali yeb itish rosti mana bilganimiz yo'q. Mana shu qo'yimizni adashmasam to'qliq sovliq ekan. Mana barra. Agar o'ylanmasdan chiqarsa, mana haqda zotdor barralar ham bor ekan. Zotga boqaman deganlarga mana sariqlaridan, bitta oq ham bor shekilli. Jonivor, qaranglar. Yarmi oq, yarmi qora. Antiqasida, sariqlaridan, basharalar, yuzlari oqidan jonivorlar. Bu yoqda faqat barra. Qo'chqor, sovliq aralash. Jonivorlar zo'rlaridan keldi, xudo xolasa. O'ylanmasdan aloqaga chiqarasizlar. Bugungi sanamiz 21-mart haftaning juma kuni. Hammamizga qutli muboraklik kelsin. Juma kunimiz tugadi, xudo xolasa bugunga. Xudo xolasa bularni ertaga chiroyli qilib mana bu tikanlarini teramiz, xudo xolasa pardozini qilib, junlarini tekislab shu kanalda yana chiqadi. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun akalar, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Like bosib, fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Obuna bo'lish pullik emas akalar. Obuna bo'lib, kanalni qo'llab-quvvatlab tursalaring. Kanalimiz yangi, xudo xolasa hali zo'r qo'ylar chiqadi. Zotga, nasldor, puli yengil, arzon variantlardan ham chiqadi. Xudo xolasa. Mana kashtanlarida, kashtanidan boqaman, puli yengilidan boqaman deganlar uchun. Qo'ylarimiz qayerdan keldi? Hamma qiziqmoqchi bunga. Qirg'iz Bekku qo'ylar qayerdan kelyapsizlar deganlarga. Qashqadaryoniki emas. Jizzaxdan hozir yetib keldi. Bunaqa aldash kerak yo'q. Ro'za Ramazon kunida turibmiz. Qirg'izdan yetib keldi mana akalar. Qisoqlari Qirg'izdan keldi. Baldaqlari bor deb, mana yolg'onni gapirish kerak yo'q. Qirg'izning yo'llari bek. Hali ochilgani yo'q. Shunga Qirg'izdan o'tgan yo'q qo'ylar. Qolganlarga bilmadim-ku, lekin biz ham o'tganimiz yo'q qo'ylarda. Qo'ylarimiz Jizzaxdan suyakli katta qo'ylar mana. Mana. O'ta zo'r qo'yni ham qarang, o'ta katta ekan. Shu qo'ylarimiz aybi hozir keldi, ikkiga pardozi berilmagan. Mana akalar, ona bola ikizak. Mana bitta bolasi. Mana shu onasi, mana ikkala bolasi ham. Jonivorlar. Bolalari hali kichkina ekan. Onasi ham o'ta katta kelishgan narsa ekan. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Shu nomerlarga o'ylanmasdan 24 soat aloqaga chiqarasizlar. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, xudo xolasa iloji boricha to'p berishga harakat qilamiz. O'ylanmasdan aloqaga chiqib murojaat qilasizlar. Barra kerak deysizlarmi? Boladan ajragan qisir pul yengil variantidan kerak deysizlarmi? To'p beriladi xudo xolasa. Mana barrani qarang. Havasga boqadigan jonivor. Yarmi oq, yarmi qora. O'ta zo'r variantidan ekan mana busiga. Mana busini qarang. O'ta zo'ridan. Xudo xolasa ertaga pardozini qilib, qo'ldan kelgancha ertaga ulgura olmasak, indinga. Bu qo'ylarning narxlari bilan, yoshlari, bo'ylari hamma yo'g'ini
sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Hozir kech bo'lib qoldi, shunga qo'ylarimiz uncha ko'rinmayapti. Kech bo'lsa ham haqqa ulashaylik degan maqsadda video qilib sizlarga chiqarib berishga qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Kanalni qo'llab-quvvatlab turaverasizlar akalar. Hali bundan-da zo'rlari oldinda. Zo'r puli arzon, zotga boqaman deganlarga hali zo'rlari chiqadi shu kanalda akalar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Va bugungi videomizga shular. Videoda qanday xato kamchilik ketgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Kanalimizga yangilar obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.